Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 4-yanvar haftaning yakshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Mana yilning boshi, birinchi bozor bugun. Xo'p. Bular nech pul ekan aka? Bular 75 ming beryapmiz. Bular 75 ming so'm ekan. Optimga ham donaga ham beraveramiz. Pachkaga ham, donaga ham shu narx ekan. Xo'p, materiali nima buni? Bambuk jazlayn toza variant. Bambuk jazlayni toza variant ekan. Razmeri nechtadan nima, nechigacha? 3 talik 48 50 52. 48 50 52 razmerlari ekan. Bu tomonlarchi? Bularni ham 75 ming beryapmiz. Bu taraflarini ham 75 ming so'mdan ekan. Dona pachka narxi bir xil, razmeri 48 50 52 aka. Material qanaqa bular? Bular ham shu bambuk jazlayn. Bambuk jazlayn ekan. O'zi ishlab chiqarasizmi? Ha, o'zimiz ishlab chiqaramiz. O'zlari ishlab chiqarar ekan, birinchi qo'l ekan. Bu yerda ishtonchalar bor endi. Ishtonchalar bor. Ishtonchalar necha pul? Ishtonchalar 7 mingdan beraveramiz. 7 ming so'mdan ekan ishtonchalar. Yupqa variant aralash. Bu donaga sotilmaydi, bu Yo'q. nima? Pachka sotiladi. 10 tadan pachkada. 75 ming beryapmiz. 10 tadan. Xo'p, mana ko'ylaklar dona pachka sotilaveradi, narxi bir xil. Endi ishtoncha arzonligi uchun o'shancha pachka sotishar ekan. Sizning nomeringiz nechi? 90lik, 90lik 150, 150 92 00. 92 00 ga aloqaga chiqaverasizlar. Bu bozorning manzili shu Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni ertalab 6 da bozor boshlanib, kunduzi 11 gacha bo'ladi. Vaqtliroq kelaverasizlar-da bozorga. Qo'qonda bozori bas. Qo'qonda bozori bilan bu bozorning o'rtasida 10 kilometr yo'l masofasi bor.